Va obunachilar soni ham juda ham kam. Obuna bo'lishmayapti. Reyting ko'tarilishi uchun hamma obuna bo'lganda hozir ancha obunachisi ko'p youtuberlardan bo'lardim. Kanal yangi bo'lsa ham obuna bo'lib ketsa. Hop. Yangi videoni joylayman. Yo, qanaqa so'zchi? Bo'pti. Ras yangi videoni joyladim. Obunachilar obuna bo'lganda hozir reyting ko'tarilib ancha yaxshi bo'ladi. Endi yangiliklar haqida eshitaylikchi. Salom, sizlar bilan bugun yangiliklari yoki eskiliklari. Bugun bir boy Inani eri qoch kasofat. Qoch, banglayda o'z banglayda qoch. Obunachilar jin. Stop. Bilasiz, hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq mingta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq mingta bo'lishim. Qo'qaman-da. Baqaki. Yeniden dötteş. Oldu. Hop. İlan işletiyordu mu? 3 pop çampiyonu. Şimdi ilanlardan işleyimiz var. 2, 3. Salom, sizlar bilan bugun yangiliklari yoki eskiliklari. Bugun bir boy millioner mashinasini yo'qotib qo'yibdi. Mashinasini topgan odamga, ya'ni yo'qotmabdi, ya'ni yashirib qo'yibdi. Mashinani topgan odamga mashina sovg'a qilinar ekan. Chunki unchalik arzon zerikib ketibdi. Bor boshqa yangilik aytgan-ku. Qanaqa yozilgan? Hop, hozir ham beraman. Nima deydi? Mashina qolgan edi. Agar men mashinani topib qolganimda, qo'shnilarni hayron qoldirib, maza qilib minib yurasiz. Siz. Ish yo'qolmayapti. Bo'pti. Hozir birinchi bo'lib agaroddagi ishimizni qilamiz. Yer bo'lmasa ham sutadik. Qishloqda hadalasam deydi. Mana oldingi masalarim. Bugun 4-si 3tasini berib keldim. Ular yerga tashlab qo'yadim. Endi hozir boramiz va yerga hozir birinchi bo'lib agarodni tozalab, keyin ashlarni yerga beramiz. Qani ketdik, agarda asha masalan topganimda zo'r bo'ladi. Masalan tashlab yubordim. Obunachilar. Bu ferma o'zini uncha pishmabdi. Ishlarni kelib olamiz, mayli. Olamiz. Mer endi bizni so'kmasa bo'ldi. Oldida ishlanmoqda. Mana bu. Hop, endi bu yerga mayda bitta. Yana ekan. Qo'l qolgan pishmabdi. Masalan, baqirgandan ko'ra ularni bermay qo'yaveramiz. Kuyadi, bolalar. Chiqamiz, suramiz bitta. Merga borini beramizda. Janob mer. Salom. Yaxshimisiz? Uzr. Mer, bugun xafa bo'lmaysiz. Polizda o'ta ekan kam. Mana. Nechta deb o'ylaysiz? Menimcha bir 10 bo'lsa kerak. Undan ham kamda. Nechta? Hatiga 2 ta. Mana tashlab berayim. Oy. O'ta ekan kam. Mayli, hamma qishloqlar shunday muammo bilan kelyapti. Bugun o'ta ekan bo'lyapti. Sen boshqa qishloqlarga o'xshab ekani yo'q deyapti. O'smabdimi? Ha? Endi bitta joyda qimirlab yurmasdan qimirlamay tur. Mayli. Bo'pti, men bir aylanib o'tincha olib kelay. Pul to'playotgandim men mashinaga. Bo'pti, mayli. Siz. Qaniydi, agar mashinani men topib qolganimdan. Akamchi, video boshlanib ketibdi-ku. Salom hammaga, obunachilar. Sizlar bilan men o'sha Zuko kanalga obuna bo'lib videoga like qo'yib qo'ysangiz, bunday videolar chiqishi uchun aktiv ko'tarilishi kerak. Kommentariyaga video haqida ma'lumotlarni yozib to'ldirib tashlanglar. Men hammasini o'qib chiqaman. Men video boshlanganini ko'rmay qolibman. Hop. Albatta aktiv ko'tarilishi uchun sizlar kanalga obuna bo'lib, kommentariyaga yozishinglar kerak.
Qaniydi hozir ana shu mashinani topib qo'yganimda. Hozir birinchi bo'lib obunachilar o'tin chopamiz. O'tin. Xullas cho'zmaylik-da, boshladik. Qarab qo'y. Hop. Endi birinchi bo'lib o'tinlarga kelamiz. Siz mashina bo'lganda zo'r bo'ladi. Toshdan qaziymiz bir yo'l. Kompon degandek. Konga kirib tosh qaziymiz birinchi bo'lib. O'tin qazishimiz kerak. O'tin chopishimiz kerak. Tilimga nima bo'lyapti? Mana o'tindan chopishimiz kerak. Endi ketdik obunachilar. Mana yerga o'rmona o'tin olamiz. Sizga mana o'tinlar kerak. Biz 2-3 ta daraxt chopsam yetadi. Oho, yoqqa bo'lmaydi. Hop, obunachilar endi yerlikni sug'uryapti. Hop, olamiz va bularni ham chopamiz. Menimcha baland o'sadi bular, Bularni asabini bo'ldi. Endi loy qaziymiz. Loy qaziyotganim sababi hozir tepasida suvdamiz, bo'yim yetmayapti. Endi daraxt. Ya'ni shoxchasi. Ko'chati degani. Birinchi bo'lib buni mana yoqqa ekib qo'yamiz. Qarabsa ham bo'lsa bo'ldi. Shu daraxtlar chopasam nima bo'ladi? O'sish kerak. Mayli. Hozir kichkina daraxt chopamiz, ana daraxt. Chopsam o'zi menga 30 tacha bo'lsa yetadi. Mana kichkina daraxt chopa chunki sababi qolganiga bo'lmaydi. Chiqamiz va chopamiz. Ketdik. What the fuck? Daraxt chopib to'g'ri tushdi. Oxirida loymas. Voy balla, daraxt bo'ladi deb o'yladim. Nima bo'ldi? Nahotki o'sha mashinani men topganmisam? Obunachilar, buni qaranglar. Oho. Mana vashita go'zal. Tepasi ochiqdan ekan. Tepadan o'tsa ekan. Mana orqalarini. Nomi yozmabdi. Mayli, muhim. Men topdim-ku. Endi qanaqalar chiqib. Pilopayalargacha yo'ligacha chiqib turibdi. Men tozalasam bo'ldi. O'yvormaslik kerak, buzib qo'ymaslik kerak tagida deb. Chunki buzuv mashinani hech qachon minmaydi. Chunki hozir agar uni tagiga tegib qolgan bo'lsa, bo'ldi. Mana shu yo'l yetarmikan? Hozir aytdim. 1, 2, 3 ketdi. 30 bitta yo'l ketdi. Buni ham tepaga ekib qo'yam. Obunachilar, buni qaranglar. Endi hammani lolu hayron qoldiramiz. Tepamizga kerak menimcha. Qanday deyadi? Tepasi ochiq. Bo'pti, endi ochamiz mashinani. Minamiz. Eshigini yopib turib, pipillatdik. Endi 1, 2, 3. Hamma qo'shnilar hayron qolsin deb. Qishloqda pipillatdim. Obunachilar qaranglar, uyimi yonida edi. Ketdik, merda oldiga boramiz. Yomon tez uni. Hoppa. Qanaqadir bag bo'lyapti hozir. Merda oldiga kirganimizdan keyin mer hayron qoladi. Uramiz, planshetlar ham uradi. Hoppa, qo'yamiz va salom yana bir bora mer. Zo'qon, sen bilmaysanmi? Kimdir mashinasini boshlab pipillatyapti tashqarida. Bilaman. Kim? Men. Yo'q. Siz yo'q. Nima olmadingiz mana uni? Oling. Bo'pti. Zo'r mashina ekanini ko'rdingizmi? Derazadan qarang. Yo'q, to'g'ri ko'rmayapman. Xullas, mer e'lonlarni ko'rdingizmi televizorda? Hozir sizga mana planshetda ko'ring. Men planshetdan oling. Stop. Bilamasiz, hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Zuko Telegram kanaliga ham obuna bo'linglar va YouTube kanaliga ham obuna bo'linglar.